1967 yil atalmış İsrail dövləti Arab İttifaqdaş dövlətlərə qarşı uruş başladı. Bunundan avval Misr, Suriya, Iordaniya və bununğa qoşulğan Iroq İsrail dövlətiga qarşı birləşgan edi. Və bir hücumda Yahudilarni yo'q qiladiganligiga ishonchlari to'lib toshgan edi. Chunki 1967-yildagi askariy kuch jihatda bular xilili yuqori o'rinda bo'lib, faqat Misrning askariy kuchila 100 mingdan oshadi. Iordaniyanningmi, Suriyaningmi o'xshashlar kuchli askariy quvvatlar bor edi. Lekin Isroil ham uzun vaqtdan beri bu urushga tayyorlik qilayotgan bo'lib, asli Yahudi bo'lgan, lekin o'z kimligini yoshirgan bir josusni Misrda joylashtirib ulgurgan edi. U 3 yil jarayonida Misrdagi va boshqa arab ellardagi aeroplanlarning va aydirimlarning joylash sxemasini qo'lga tushirib, Isroiliyani tepilg'usiz istixborot ma'lumotlari bilan ta'minlagan edi. Buning ustiga Iroqlik bir uchuvchini $1 million qarshisiga sotib olgan bo'lib, Iroqdagi eng ilg'or aeroplanni Isroiliyaga qochirib kelib, Yahudilarning kerakli materiallar bilan ta'minlagan edi. 1967-yil 6-oyda Isroiliyadan 200 aeroplan havoga ko'tarildi va radarga tushib qolmaslik uchun Udul Misr qarab uçmasdan Oq dengizni bo'ylab Töven havo bo'shlig'ida avval shimolga, ondan g'arb qarab uchib, keyin janub qarab to'g'rilandi. Misrliklarning o'yilmagan yeridan Misr chegarasiga yetib keldi. Birinchi kunda 280 dona Misrdan, 50 dona Suriyadan, 20 dona Iordaniyadan va Iroqdan ko'plagan urush aeroplanlarini vayron qilib tashladi. Isroiliyaning bombardimonchi aeroplanlarining o'qlar tugab qaytganida faqat 6 minut ichida o'q to'ldirilib, moy qachilab tayyor holatga keltirildi. Birinchi kunda Suriyada, Misrda, Iordaniyada havoga ko'tarilgandek aeroplan qolmadi. Ikkinchi kunda G'azza muasir qilindi. Uchinchi kuni Suvash qonunining sharqini va g'arbiy shar'ani qo'lga keltirdi. To'rtinchi kuni Suriya bilan urush qildi. Ayni vaqtda Jamal Abdul Nasir bilan urush to'xtatishini e'lon qilib, Misr taslim bo'ldi. 5-kun Suriyaning do'lon egizligini qo'lga oldi. 6-kun Suriyani o'xshashla urush to'xtatishni qabul qilib, urush oxirlashdi. Mana bu 6 kunlik urush edi. Bu 6 kunlik jangdan keyin Isroiliya hozirgi holatidan 3 yash kengaydi va Quddus qo'ldan ketgan edi. Arab millatchiligini asos qilib birlashgan bu ittifoq Yahudilar qarshisida 6 kunga bardosh berolmadi. Keyingi kunlarda berilgan axborot e'lon qilish yig'ilishida Isroil davlat mudofaa ministridan sizning o kuni elib borgan harakatingiz bizni hayronlikda qoldirdi. Bir qitimda 200 aeroplanni vayron qildinglar. Ularni Uduldan emas, balki orqa tarafidan kelib amalga oshirdinglar. Bu qanday aqlinglar keldi deb so'rg'inida Sultan Yavuz Selimning Misrni fath qilishimi shundoq edi-ku deb javob berdi. Va sizning bilgan bu ma'lumotingizni musulmonlar bilib, ayni ishni sizlarga qilishidan qo'rqindinglarmi? deganida musulmonlar o'z tarixini bilmas-ki deb javob berdi. Shundoq. Bu javob haqiqatan kishini ichindirdi. Shundoq emasmi? Kashki musulmonlar Fatih ajdodlarining tarixini qizib chiqib, uni o'rnak ilib, izzatli tarixini qaytarib olsa,